Haftalab ayolingiz bilan gaplashmay, arazlab, shu yo'l bilan uning nohaqligini tushuntirib qo'ymoqchi, uni jazolamoqchi bo'lsangiz, shu odatingiz bo'lsa, bu Reels siz uchun, balkim fikringiz o'zgarar. Birinchidan, munosabatda muammo bo'lsa, har doim mas'ul ikkala taraf. Hech qachon faqat bir taraf aybdor bo'lmaydi. Ikkinchidan, ayolingizni har safar muammo bilan yolg'iz qoldirganingizda, u qalban sizdan bir qadam uzoqlashadi. Ayollarning tabiati shunaqa. Erkak muammo bo'lganida tashabbusni o'z qo'liga olgani yaxshi. Nimaga deganda, u shunisi bilan erkak. Muammo bo'ladi, erkak tashabbusni qo'lga oladi, birga hal qilishadi. Muammodan qochib yoki arazlab yurish, bekinib yurish bilan emas. O'ylaysizki, har safar ayolingizni o'sha gaplashmay yursangiz, uni esi kirib qoladi, nohaqligini tushunib yetadi debmi? Yo'q. U sizsiz ham kuchli bo'lishni o'rganadi va sizdan uzoqlasha boshlaydi. Mana shu yo'l bilan oradagi qalban masofalar uzoqlashadi. Mana shu odatlar bilan sevgilar so'nadi va uni oqibatida ayriliq, ajrimlar bo'ladi. Shu sababli ayolingizni uning emotsiyalari bilan yolg'iz qoldirmang.